Assalomu alaykum. Ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 27-oktyabr 2025-yil mana navbatdagi laboga chiroyli bo'lgan tunkani o'rab bo'ldik. Ichlariga, yonlariga bu labona egalari Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida etiketlar. Labona yollari, mana joylari baquvvat qilingan. Mana konteyner pollari qo'yilgan. Bu narsalarga teksa bukilmaydi, ichkariga kirmaydi, kuzovga, ramaga zarar yetkazmaydi. Beneflexlar ham joy-joyda mana baquvvat qilib devorda qoqib qilingan, yollari bukilgan holatda bo'ladi. Bu joylari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Bu akkumulyator zashta qiladigan sondiqchasi qulf holatda turibdi hozir. Mana yollari ham yopilgan. Alohida ham sotiladi. Poliga alohida rezinkalari ham bor sotuvda. Bemalol telefon qilaverasizlar. Uloqsiz tunuka desa, tunikalarni ham qilib beraveramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib qotirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, like bosib, fikrlarni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Kamchiliklarni yozib qo'yasizlar. Keyingi ishlardan to'g'rilab, chiroyli o'rnashtirib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.